Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugun 5-iyun kunidan O'zbekistonda rasman boshlandi. Barcha fuqarolar tezda ulgurib qoling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, bugun 5-iyun kuni davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun ro'yxatdan o'tish jarayoniga start berildi. Abituriyentlar hujjatlarini may.uzb.mb.uz platformasi orqali 25-iyunga qadar topshirishlari mumkin. Muhim jihati, dastlabki bosqichda abituriyentlar faqat test topshiradigan fanlar majmuasini tanlaydi va bu bosqichda oliygoh yoki ta'lim yo'nalishini tanlash talab etilmaydi, deyiladi xabarda.